Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Hozir uyqudan turdim. Xullas, Instagram sahifasida bilgan yana qatlardadir. Kecha konsertdan keyin men yurak xuruji bo'lganmishman, hozir reanimatsiyada yotganmishman. Komaga tushib qolman, xullas shunaqa gaplar tarqatishdi. Haligi yomonlik ichingizga sig'mayotgan bo'lsa, dizaynga dushmanlik qilmoqchi bo'lsanglar, sal Xudodan qo'rqib qilinglar, iltimos. Tirik odamni o'ldirib yubormasdan mana bunaqa. Mayli, meni o'ldirib yuboringlar, mana bunaqa konsertga bunaqa negativniy narsa keladigan ishlarni qilmanglar, baraka topinglar. Sal Xudodan qo'rqinglar. Men soppa solman, mana o'sha xalqlar do'stligi san'at saroyini o'zimizlar mana dizaynni grimyorkasidaman. Alloh nasib qilsa, Xudo xolasa 12-gacha xizmat qiladamiz. Hammalarni kutamiz konsertda. Assalomu alaykum.